Assalomu alaykum. Pythonda GIST qo'llash darslarini davom ettiramiz. Bugun Folium kutubxonasini ko'rib chiqamiz. Folium bu Python kutubxona, u Leaflet.js, ya'ni JavaScript asosida web xarita tayyorlaydigan kutubxona. Shuni kartografik kutubxonasidan foydalangan holda interaktiv web xaritalar yaratish uchun ishlatiladi. Folium yordamida GeoJSON, bu biz bilgan shapefile'ga o'xshashroq, shapefile, marker nuqta, chiziqlar va poligonlar yoki boshqa fazoviy obyektlarni xaritada vizualizatsiya qilish mumkin. Oxirida buni web karta ko'rinishida chiqarsak bo'ladi. Folium kutubxonasining asosiy xususiyatlari: interaktiv xarita yarata olamiz. Xaritani kattalashtirish, kichiklashtirish, harakatlantirish mumkin. OpenStreetMap asosida ishlaydi. O'sha Basemap bor. Leaflet.js imkoniyatlaridan foydalanadi. Turli xil ma'lumotlar bilan ishlaydi. O'sha GeoJSON, shapefile, boshqa jadval ma'lumotlari bo'lishi mumkin. Jupyter Notebook bilan mosroq. Buni rasmiy sayti python-visualization.github.io. Buni internetdan Folium deb qidirsanglar ham bo'ladi. Demak, FoliumPy deb qidirsanglar mana sayti chiqadi. Bu saytda demak Folium haqida batafsil ma'lumot bor. Mana get startdan boshlab tushuntirgan, qanaqa qilib ishlatish, o'rnatish, map yaratish. Biza bugun sizlar bilan qisqacha o'zimiz bilgan web kartani tayyorlaymiz va internetga joylashni ko'rib o'tamiz. Demak, qo'shimcha tarzda GeoInfo Telegram YouTube kanalimiz bor. YouTube kanalimizda videolarni ko'rishingiz mumkin. Gmap bilan tanishuv darslarini ham qo'ygandik 2 kuncha oldin. Bu ham Python kutubxona. Xo'p, undan tashqari bizda Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizga kirsanglar, bu yerda juda kerakli GIS bo'yicha ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Ana oxirgi postlarimizda ham GIS uchun Pythondagi top 5 kutubxonani ko'rsatgandim. Endi bizda agar kimgadir kurslar qiziq bo'ladigan bo'lsa, GeoInfo kurslariga kirsanglar, kurslarimiz bor. ArcGIS Pro bo'yicha, Google Earth Engine va Python bo'yicha video kursimiz ham mavjud. Kimdir yaxshiroq o'rganmoqchi bo'lsa, mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsa, kurslarimni tavsiya qilaman. Bemalol bog'lanishingiz mumkin. Demak, men Jupyter Notebook, ya'ni Google Colab'dan foydalanib kodlarni oldindan yozib qo'ydim. Chunki bu darsimizda asosan Folium bilan tanishtirib o'tishim kerak, ya'ni obzor qilishim kerak. Pip install Folium qilib o'rnatishimiz mumkin bo'ladi. Mana o'rnatish knopkasini bosadigan bo'lsam, bu hozir serverdan olib o'rnatadi. Balki sizlarda oldin o'rnatilgan bo'lsa, demak qaytadan o'rnatish shart emas. Demak, mana o'rnatilyapti bu yerda, o'rnatib bo'lindi. Import Folium qilib olamiz, ya'ni Foliumni import qilib oldik. Endi xarita yaratish uchun folium.map funksiyasidan foydalanamiz. Xarita yaratish uchun kerak. Endi parametrlar quyidagi parametrlar bo'lishi mumkin. Location, xarita markazining koordinatalari. Zoom start masshtabi, xaritani eni, bo'yi va base mapi. Mana hozir men mana bu yerda namuna ko'rsatganman. Shu asosida O'zbekistonning markazini chiqarish ko'rsatilgan. Birinchi navbatda oddiygina map yaratamiz. Demak, ishga tushiraman. Mana butun dunyoning kartasi, interaktiv karta dedik. Demak, yaqinlashtirib, uzoqlashtirsak bo'ladi. Sichqonchani bosib turib, mana harakatlantirsak bo'ladi. Web kartani eng kerakli komponentlaridan bittasi shu, ya'ni yaqinlashtirish, uzoqlashtirish va harakatlantirish mumkin. Xo'p, endi o'lcham beramiz. Masalan, bu kartamiz eni va bo'yi juda katta edi. Biz bu yerga width deb mana enini, height deb bo'yini berdik. 600 pikselga 600 piksel. Ko'radigan bo'lsak, mana o'lchamimiz kichkina bo'ldi. Buni ham yana yaqinlashtirib, uzoqlashtirsak bo'ladi. OpenStreetMap Basemap foydalanadi. Default holatda o'zi turadi. Keyinchalik biz o'zgartirib ko'rsak ham bo'ladi buni. Endi berilgan hudud bo'yicha yaqinlashtirish uchun ham location, ya'ni uzoqlik va kenglikni joylashtirib qo'ydim bu yerda. Xo'p, ko'radigan bo'lsak, mana O'zbekistonni yaqinlashtirdi. Xo'p, bu lokatsiyani sizlar xohlagan joylarga o'zgartirsanglar bo'ladi. Misol uchun men Google Maps'ga kirib olaman. Xo'p, Google Maps'ga kiramiz. Google Maps'dan masalan Surxondaryo bo'yicha ishlamoqchimiz yoki Toshkent bo'yicha markazini topishga harakat qilamiz. Masalan, mana bu Toshkent deydigan bo'lsak, bizda kartani o'rtasiga qo'ydik. Mana bu yerda nuqta bosaman. Buni bu yerda koordinatalar turibdi. Shu koordinatalarni olib olaman. Mana shu koordinatalarni yozaman bu yerga. Xo'p, endi zoom start 6 bo'lgan, buni 10 deb ko'rsataman. Ya'ni 10 ni yaqinlashtirib ko'rsatadi. Mana Toshkentni yaqinlashtirib ko'rsatdi. Buni 12 qiladigan bo'lsam, yana yaqinlashtirib ko'rsatadi. Demak, mana Toshkent bo'yicha. Endi Basemapdan foydalanish
Basemapda default holatda OpenStreetMap turgan bo'ladi. Bizda TileStep, CartoDB, OpenStreetMap, CartoDB Dark Matter'da ishlatsak bo'ladi. Demak, ishlatib ko'ramiz. Mana o'zgardi boshqa basemap. Undan tashqari bizni turli xil basemaplardan foydalansak bo'ladi. Masalan, men mana bu yerda namunalar ko'rsatganman, qanaqa qilib o'rnatish turibdi. Biza bu yerda bitta basemap chiqarib ko'ramiz. Demak, bu basemapimiz CartoDBga qo'shimcha tartibda OpenStreetMapni qo'shishgan. Boyagidek OpenStreetMapni o'zi chiqadi. To'g'ri, OpenStreetMapni topomapi. Xo'p, mana yaqinlashtiraman. Toshkentga kelamiz. Mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, hamma ma'lumotlar bor. Endi keyingisida men Google Mapni chiqarib ko'raman. Ya'ni Google Basemap hamma biladigan. Mana bu ko'rinishda bo'ldi. Buni ham yaqinlashtirib bemalol ko'rsak bo'ladi. Demak, bu unchalik qotib ishlamaydi. Internet tezligiga qarab turib ochilaveradi. Mana yaqinlashtirib ko'rsak bo'ladi bemalol. Xo'p. Endi JSON fayl degan tushuncha bor. JSON biz bilgan shape faylga o'xshagan. O'shani qanaqa qilib o'qishni ko'rib o'tamiz. Uning uchun biza JSON nimaligini bilishimiz kerak. Bu qatlam turi ma'lumotlarni JSON, JavaScript Object Notation deyiladi, formatda saqlaydi. Papkadan o'qib olish mumkin yoki URLdan. Men hozir URLdan o'qib olish ko'rmoqchiman. Mana bu yerda menda tayyor JSON fayl bor. Mana ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana atributlari bor, O'zbekiston, mana hammasi yozilgan. Shuni men o'qib olishim kerak. Uning uchun request nomli kutubxona kerak. Request nomli kutubxona bu boshqa serverdagi ma'lumotni so'rov jo'natib qabul qilish uchun kerak bo'ladi. Xo'p, mana import qilib oldim. Oldindan import qilingan. Endi request get qilib URL orqali olaman. Mana bu yerda ko'rsatganman. Uni kartaga qo'shaman. Demak, kartaga qo'shadigan bo'lsam mana bu ko'rinishda bo'ldi. Chunki men hali lokatsiya joylashuvini bermagan edim. Yaqinlashtirib ko'raman. Mana bizda bu ko'rinishda bo'ldi. Buni hozircha ustiga bossak hech narsa chiqmaydi. Keyingi etaplarda ko'rib chiqamiz. Xaritada endi faqat O'zbekistonni yaqinlashtirib ko'rsatish uchun bizda get bounds degan tushuncha bor. Ya'ni o'rab turgan boundini, to'rt burchagini oladi va fit bounds qilib mapga joylab yuboradi. Mana bu yerda yana batafsil yozib qo'yganman. Demak, test qilib ko'ramiz. Mana faqat O'zbekistonni yaqinlashtirib ko'rsatdi. Keyingi bosqichda bizda pop-up kerak. Pop-up deganda atributni qatlamni ustiga bosganda, qatlamni emas, obyektni ustiga bosganda qanaqa ma'lumot chiqarish kerakligini. Bu yerda biza xo'p, mana folium.json qilib chaqirgandik regionsda. Pop-upga oddiygina info degan tekst chiqarib ko'ramiz. Mana ustiga bossak shunchaki info deb chiqdi. Mana har birini ustiga bosib ko'rsak bo'ladi. Atributlarni ko'ramiz birinchi navbatda qanaqa atributlar borligini. Masalan, shunaqa atributlar bor ekan. Shu atributlardan bizga oldindan spiska qilib olamiz qanaqa atribut kerakligini. Xo'p, mana bu yerda pop-upda atributni chiqarish uchun JSON pop-updan ishlatamiz. Fields'ni ko'rsatishimiz kerak, qanaqa atribut kerak va uni qanaqa nomda chiqaramiz. Hozircha men oddiygina o'zini atributlarini chiqaraman. Mana bu yerda HTML O'zbekiston, mana kodi bor ekan, nomlari hammasi bor. Xo'p, buni LS'da biz olib, masalan, o'zgartirsak bo'ladi mana bularni. Shartli belgilarni ko'ramiz. Endi kartamizda shartli belgi berishimiz kerak. Masalan, mana bu chegarasini o'zgartiramiz. Ichki rangi bor, chiziq qalinligi, chiziq turi, shtrixni ko'rsatamiz. Demak, fill color ichki rang, masalan, yashil qo'yish uchun color chegara rangi, weight chegara chizig'ining qalinligi, dash array chiziq turi, masalan, bu shtrix bo'lishi mumkin. Fill opacity ichki rang shaffofligi. Kelinglar shuni sinab ko'ramiz. Mana bu ko'rinishda bo'ldi mana. Demak, oddiygina bu ko'rinishda qoldik. Endi xaritaga bitta nom qo'shib ko'ramiz. Men xaritaga nomni mana bu yerda HTML kodlar orqali qo'shdim. Ko'radigan bo'lsak, mana nomi ham chiqdi xaritani. Xo'p, yana nima qilsak bo'ladi? Biza bu yerga endi distriktni ham qo'shdim, tumanlarni ham. Tumanlarni ham o'shanaqa URL bor edi, JSON fayli. Tumanlarni ham qo'shib oldim, tekshirib ko'ramiz. Xo'p, mana tumanlarni qo'shdim va bu yerda layer control, ya'ni layerlarni boshqarish ham bor.
Mana bu yerda mana districts yoqsam districtslar ko'rinadi. Ko'radigan bo'lsak, mana districtslar bor. Base mapni ham o'zgartirsak bo'ladi. Xo'p, endi biza qo'shimchasiga men ozgina bu yerda ishlov berdim. Demak, o'zgarishlarni ko'ramiz. Mana O'zbekiston region map deb turibdi. Base mapni o'zgartirsak bo'ladi. District va regionlarni ko'rishinglar mumkin. Men buni HTML faylga saqlab olaman. HTML faylga saqlaymanda, keyin yuklab olaman. Demak, ko'ramiz. Mana index.html bo'ldi. Buni download file deyman. Buni meni lokalniy kompyuterimga yuklab beradi. Demak, загрузкаning ichidan bu faylni topib olaman. Demak, загрузкаga kirib olaman. Mana bu index.html turgan ekan. Рабочий stolga ko'chirib oldim. Bitta papka qilaman. Demak, buni new deyman. Misol uchun volume dedim. Volume'da index 4 edi. Men shu 4 ni olib tashlayman. Qaranglar, men buni HTML faylni Google Chrome orqali ochishim kerak. Uning uchun Open with degan joyga Google Chrome ni tanlayman. Sizlarda boshqa brauzer bo'lishi ham mumkin. Mana bu ko'rinishda karta bo'ldi, lekin buni sizlar hozir ishlata olmaysizlar. Mana bu yerda hozir o'zgartirib ham ko'ramiz. Mana ustiga bosib ko'ramiz, ma'lumot chiqyapti. Base mapni o'zgartira olamiz, yaqinlashtirib ko'ra olamiz mana. Demak, buni qanaqa qilib men internetga joylashtirishim mumkin? Netlify degan sayt bor, netlify.com. Bu sayt orqali men kichikroq saytlarimni, ya'ni kichikroq serverda olib sayt qilishim mumkin. Loginni bosaman. Men oldin adashmasam bundan ro'yxatdan o'tganman. Xo'p, login with email tanlayman. Demak, ro'yxatdan o'tmagan ekanman. Xo'p, ro'yxatdan o'tamiz unda. Ortga qaytaman. Yana bitta tekshirib ko'raman, balki Google akkaunt orqali kirib bo'lar. Demak, sign up orqali ro'yxatdan o'taman. Oddiygina, osonroq ro'yxatdan o'ta olamiz. Demak, sign up with email deymiz. Emailga Gainfuz degan emailim bor edi. Shu orqali kirib olsam bo'ladi. Demak, menda bor ekan, adashib qoldim. Demak, bu yerda akkauntimga kirib olaman. Xo'p, endi add new site deyman. Mana add new site deyman. Xo'p, deploy manually ni tanlayman. Boyagi papkani ko'rsatib o'rishim kerak. Demak, рабочий stolda bizada volume degan papka bor edi. Upload ni bosaman. OK, upload ni tanlayman. Kutamiz, mana bu hozir yuklab bo'lishini. Demak, yuklanyapti. Mana complete bo'pti. Biz buni open hop, mana bu yerdan linkni bosaman va yangi oyna ochiladi. Mana yangi oynada boyagi xaritamiz joylashtirildi. Men buni linkini o'zgartirishim kerak. Demak, linkini site detailsdan o'zgartira olaman. Site name degan joy bor, misol uchun volume intro dedim. Save qilaman. Endi menga mana volume intro deb nomlandi. Bu ko'rinishda. Buni sizlarga ham taqdim etaman. Demak, volume orqali quyidagi kichikroq ishni amalga oshirib ko'rdik. Bu umumiy sizlarga nima qilsa bo'ladi, shuni tanishtirib o'tish uchun kerak edi. Sizlar web kartografiyada yoki WebGISda, Argis Online yoki boshqa tizimlarni eshitgan bo'lishingiz mumkin. Albatta, bular yaxshi, imkoniyat juda keng. Kichikroq web application qilaman, kichikroq web xarita qilaman ilmiy ish mavzusida yoki shaxsiy qiziqishlar bo'ladigan bo'lsa, eng yaxshi variant volume bo'ladi. Asosan bunda tayyor fayllar asosida ma'lumotlarni karta qilsa bo'ladi. Agar sizlarda interaktiv ma'lumotlar o'zgaradigan qilsanglar, uning uchun yana ko'proq o'rganishga to'g'ri keladi. Mana bu yerda ham ko'radigan bo'lsanglar, karta tayyorlab ko'rsatgan namunalarning ichida. Demak, juda ko'p ishlar qilsa bo'ladi. Mana shu saytidan ma'lumotlarni topib olaverasizlar. Masalan, user guide'ga ichiga kirsanglar, har bir bo'yicha ma'lumotlar bor. Masalan, using sharoblets tanlab kirib ko'rsanglar bo'ladi bu yerda. Qanaqa ishlasa bo'ladi, statistik xaritalarni, hammasini ko'rsatib o'tgan.